Sahabeler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atselir, Hemze Halit Museb'tek, şir yürek oğlanları. Abdullah ibn Mas'ud Qur'onni tushgan peti o'qib, o'zini xo'shal qilmoqchi bo'lgan odam Ibni Ummu Abdi o'qigandek o'qisin. Payg'ambar alayhissalom. U vaqtlarda u tixi balog'at yoshiga yetmagan o'smir bo'lib, kishilardan yiroq joyda Makkaning tog' jilg'alarida Qurayshlarning oqsoqoli Utba Mu'itning qo'ylarini boqatdi. Kishilar uni Ibni Ummu Abd deb chaqirishadi. Ammo o'z ismi Abdullah, otasining ismi Mas'ud edi. Bu o'z millatida oshkora bo'lgan payg'ambarning xabarlarini anglab turadi. Lekin yeshining kichikligi, orliqining yiroqligi sababli u xabarlarga ancha diqqat qilmaydi. U Uqbaning qo'ylarini atigan elib chiqib, toki qorong'u tushguncha beqishga odatlanib ketgan edi. Bir kuni bu bola Yiroqdan o'ziga qarab kelayotgan navqiron ikkalanni ko'rdi. Ularning turqidan esilligi chiqib turadi. Ularga qattiq g'arg'inlik yetgan bo'lib, qattiq usab ketgachga lavlari qurib ketgan edi. U ikkalan Abdullohning qishig'iga kelib salom qildi va "Ey o'g'il, bizga qo'ylaringdan sig'ib bersang, ussizligimizni qondirib, to'mirlarimizni yashartib olayli" deyishdi. "Yo'q, unda qila olmayman. Qo'ylar mening emas. Men bularga qaraydigan odam." Ular bolaning so'zlarini rad qilmadi. Ularning chiroyidan rozimanlik alomatlari oshkora bo'ldi. Ularning biri bolaga "Menga qo'shqar yaqinlashmagan bir qo'yni ko'rsatib qo'y" deganda, bola o'ziga yaqin joydagi bir chipaqlarni ko'rsatib qo'ydi. Yiliqi kishi uni bog'lab, amchikini Allohning ismini o'qib sig'ishga boshladi. Bola hayron bo'lib, ko'ngilda qo'shqar yaqinlashmagan kichik qo'ydan qandoqmi sut chiqadi deganni o'yladi. Uzoq o'tmayla paqlarning amchikidan ustlar ham ko'p, ham tabiiy chiqishga boshladi. Yana bir odam yerdan o'tirsa kavak bir toshni ilib, uni sut bilan to'shqizdi. Sutdan u va hamrohi ichib, mangamo ishkizib qo'ydi. Men ko'rganlarimga ishonolmay qoldim, deydi Abdullah. Biz ussizligimizga qonganda, yiliqi muborak odam paqlarning amchikiga yig'il dedi. Amchak yig'ilib asliga keldi. Bu chaqda men u odamga "Menga siz degan gaplarni o'gitib qo'ying" dedim. U menga "Sen o'gitildigan bola" dedi. Bu Abdullahning islom bilan bo'lgan hikoyasining boshlanishi. Yiliqi muborak kishi dal payg'ambar alayhissalomning o'zi, hamrohi Abu Bakr Siddiq edi. U kuni u ikkalan Qurayshliklarning azob oqibatlaridan qutulish uchun Makkaning tog'lariga qochib chiqqan edi. Bu bola payg'ambar alayhissalom va uning hamrohini yoqtirib qilib, qalbi ularga bog'landi. Ularmu bu bolaga qiziqib, omonatjon kaskinligini cho'ng bilib, bu boladan yaxshi ishlarning keldiganligini faraz qildi. Abdullah ibn Mas'ud uzoq o'tmay islom keltirib, o'zini payg'ambar alayhissalomning xizmatiga otdi. Payg'ambar alayhissalom uni xizmatiga qo'ydi. Shuningdan boshlab bu talaylik bola qo'y beqishdan butkul maxluqot va millatning rahbarining xizmatini qilishga yo'tkaldi. Abdullah payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lib, uningdan bir qadammo ayrilmadi. O'ltirsa, tursa, uningga ko'ngil biladi. Uxlasa, uyg'otadi. Yuyunsa, dalda bo'lib beradi. Sirtqa chiqmoqchi bo'lsa, oyog'ini kiygizadi. Kirganda salg'ozatdi. Uning misvak hossilarini ko'taradi. Hujrasiga uning oldida kiradi. Hatta Payg'ambar alayhissalom uning xohlagan vaqtda kirishiga ruxsat qilgan bo'lib,
u xijil bo'lmasdan, gunoh deb qaramasdan uning maxfiy ishlarini tinchaytdi. Shunga u Payg'ambar alayhissalomning maxfiyatini bildigan kishi deb chaqirlatdi. Abdullah Payg'ambar alayhissalomning uyida tarbiyalandi. Uning prinsipi bo'yicha ishildi. Uning axloqini o'ziga singdirib, har qanday xislatda uningga agashdi. Hatto bu to'g'risida Abdullah hidoyat va axloq jihatda Payg'ambar alayhissalomga eng yaqin odam deyilgan. Ibn Mas'ud Payg'ambar alayhissalomning maktabida o'qib, sahobalarning eng qorisi, Qur'onning ma'nilari va Allohning qonuniga eng olim bo'ldi. Buningga Umarning oldiga kelgan bunu kishining hikoyasi eng yaxshi dalil. Umar Arafatda turib-o'tdi. Yiliqi odam Umarga: "Ey mu'minlarning xalifasi, men Kufidan keldim. U yerda Qur'onni to'liq yodga o'qiydigan bir odam qoldi", dedi. Umar qattiq ochiqlandi. U qisman vaqtlarda mushundaq ochiqlanadi. Hatto ochiqlanganligidan ko'pib o'zini tuta olmay qoldi. Umar: "Olingga voy, kimkan u?" dedi. U kishi: "Abdullah ibn Mas'ud", dedi. Umarning ochiqi pasayib, tadrijiy besiqdi va: "Voy istisini, Alloh bilan qasamki, men kishilar ichidan uningdimi bak bu ishga loyiq odamning qolganini bilmayman. Sana u to'g'riliq so'zlab beray", deb so'zni yangidan boshladi. Bir kechasi Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrning qishida sirdashib, musulmonlarning ahvoli ustida paranglashib. Men ular bilan birga edim. Payg'ambar alayhissalom sirtqa chiqdi. Biz uning bilan chiqdik. Bir odam masjidda namoz o'qiyotgan bo'lib, biz uni tuniy olmadik. Payg'ambar alayhissalom uningga quloq soldi va bizga: "Qur'onni tushgandagidek o'z beti o'qib, o'zini xo'shal qilmoqchi bo'lgan odam Ibn Umu Abidning o'qigandek o'qisin", dedi. Ondan Abdullah ibn Mas'ud duo qilishga boshlaganda Payg'ambar alayhissalom uningga: "So'rag'in, berildi. So'rag'in, erishsan", deyishga boshladi. Umar so'zini davomlashtirib: "Men ichimda Alloh bilan qasamki, atiganlikka Abdullahning qishig'i berib, Payg'ambar alayhissalomning uning qilgan duosiga amin deyish bergandan xushxabar beraman", deb o'yladim. Men Abu Bakrning mendan burun kelib bo'lganligini bildim. Alloh bilan qasamki, Abu Bakri har qanday bir yaxshilikda mendan o'tib ketdi. Abdullahning Allohning kitobini bilish shu darajada ediki, u mundaq deydi: "Yakka yagona Alloh bilan qasamki, men Allohning kitobidan tushgan har qanday bir oyatni qayerda nima to'g'risida tushganligini bilaman. Agar men birarsining Allohning kitobini mendan yaxshiroq bildig'ini uqsam, mumkin bo'lsa, uning qishig'i borman." U degan so'zda oshirib o'tmagan edi. Umar o'zining ma'lum bir safarda bir karvonga uchrab qoldi. Kecha tumonliq bo'lib, karvonlar bir-birini ko'ra olmaydi. Bu karvonlarning ichida Abdullahmo bor edi. Umar bir kishini bu karvonlarga tovlashga buyurdi. Umar qishidagilarga: "Bu karvonlar ichida cho'qim bilimlik odam bor ekan", deb bir odamni Qur'onning qaysi eng buyuk deb so'rashga buyurdi. "Bir Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. U hamisha tirikdir. Hammani idora qiluvchidir. Mugidab qolmaydi, uyqu bosmaydi", deb javob berildi. Qur'onning qaysi oyati hikmatlik? Alloh adil bo'lishga, yaxshilik qilishga, yaqin tuqqanlarga xayri ehson qilishga buyurdi. Qur'onning qaysi oyati eng umumiy? Kimki zarrachilik yaxshi ish qildigan, uning mukofotini ko'rdi. Kimki zarrachilik yomon ish qildigan, uning jazosini tortadi. Qur'onning qaysi oyati eng qo'rqitarliq? Baxit sizlarning va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qildigan jazolandi. O'zi uchun Alloh taolodan boshqa do'st va madadkor topolmaydi.
Qur'onning qaysi oyati eng umidlantirarlik? Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, jinoyatkor bandalarim Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. U xohlagan gunohlarni mag'firat qiladi. Shubhisizki, Allah mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlarning oranglarda Abdullah ibn Mas'ud bormi? Shundoq, bor. Abdullah qori, ibodatkor, taqvo bo'lib qolmay, yana kuchlik, keskin, jang qilg'uchi, ishchinga chiqsa qaysar edi. Uning shundoqligiga payg'ambarlar islomdan keyin Qur'onni unlik o'qigan yer yuzidagi tunji musulmonligi kifoya. Bir kuni Makkada payg'ambarlar islomning sahobalari yig'ildi. Ular oz va ojiz edi. Ular Alloh bilan qasamki, Qurayshlar Qur'onning unlik o'qilganligini anglab baxmadi. Ularning ichida kim ularga Qur'onni unlik o'qiydi deyishdi. Abdullah ibn Mas'ud "Men o'qiy" dedi. Biz ularning sana ziyon yetkazishidan ansiraymiz. Biz qo'g'dayalaydigan va ulardan to'sib qolaydigan urug' tuqqanlari bor odamni demoqchi edik, dedi sahobalar. Meni qo'yib beringlar. Alloh meni qo'g'dab, ularni to'sidi. Abdullah atsi atigini chashkoh vaqti bilan maqomi Ibrohimga keldi. Qurayshliklar Ka'baning atrofida o'ltirib U maqomi Ibrohimda turib, mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. Uni hifz qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. İnsonni yaratdi. Uningga maqsadini qutirish uchun so'zlashni o'rgatdi, deb o'qishga boshladi. Ibn Abdi nima deyotdi? Yo'qolsin. U Muhammad o'tirib qo'ygan narsaning ba'zisini tilovat qilyotdi-ku, deyishdi Qurayshlar. Ular Abdullahning qishig'i kelib, tasdiqiga urushga boshladi. Lekin u o'qishni to'xtatmasdan toki Alloh yetkazishni xohlagan joygacha o'qidi. Ondan sahobalarning qishig'i qaytdi. Uning badanidan qonlar oqayotdi. Sahobalar "Biz seningdan ansirgan ish musha edi", deyishdi. Alloh bilan qasamki, Allohning dushmanlari hozir mening nazarimda ojiz ekan. Xohlasanglar, ati berib yana mushuna qilay, dedi Abdullah ibn Mas'ud. Yo'q, bu yetarlik. Sen ularga ular yomon ko'rdigan narsani anglata olding, dedi sahobalar. Abdullah Osman xalifa bo'lgan davrgacha yashadi. U vafot bo'lish oldida Osman uni yo'qlab kelib, uningdan "Qayrang bak biyaram qilyotdi? Mening gunohlarim. Ko'ngling nimani arzu qildi? Alloh taolaning rahmatini. Sana bir qancha yildan beri ilishqa unmagan nesibilaringni buyurib beraymi? Yo'q, uningdan hojitim yo'q. Seningdan keyin qizlaring shiltar. Sen qizlarimning kambag'al bo'lib qilishidan ansirayotamsan. Men ularni har kechasi sura voqeani o'qishga buyurdim. Men payg'ambarlar alayhisalomning kimki sura voqeani o'qisa, mangulik kambag'allik, muhtojlik yetmaydi deganligini anglagan edim. Abdullah Allohning dargohiga ketgan vaqtda tillari Allohni aslash bilan nam, oyat o'qish bilan yo'l edi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Osmon nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvon